Assalomu alaykum akvarium balıqchibozlari, Ismoil akvariumlari kanaliga xush kelibsizlar. Bugun baholasi 16-6 chislamizni 23-iyulda. Xo'p, ham akvariumni olib kelganman, ham kasblarimni do'konidan. Buni tepa qoshi bor, eshuvlari bor. Endi eshuvlarni yechib turdim. Chunki shkopini ko'tarishga sal og'irlik qildi. Sababi ustiga oyna yopishtirilgan. Bu zavодской mana bunaqa rang bo'lgan bu. Mana bu xunuk ko'ringani uchun, ana do'konda turganda bu do'konga yarashmagani uchun men o'sha paytda maslahat beruvdim. Tonirovniy oyna yopishtiringlar deb mana shunaqa qora oynani chetini fatset qilib yopishtirishgan edi. Krugovoy yonlari bilan. Qoshiga ham yopishtirishgan, hali video davomida ko'rsataman. Shuni olib keldim. Buni yaxshilab bonkani yuvdim, chochib turib, ustiga maltika rebroli yopishtirib qo'yishuvdi o'zligi. Top filtr qo'yib bergan edim o'sha paytda. Endi 30 kilodan qilib bergan edim. Bular oyna qo'yib yopishtiruvdi. Xullas, silikonni qo'yib yotuvdi, olib tashab, top-toza qilib yuvib, chiroyli qilib qo'ydim. Paytida palomingga olishgan mana shu akvariumni. Hop, bu yerda ko'yalar bor edi, skalari aranda ruykin bor edi. O'shani joylash uchun hozir men akvariumdan suv olib, suv olib, bu yoqqa joylayapman. Filtrlari ham mana shu yerda hammasini mana idealniy darajada qilib yuvib, mana balchuv bo'yotuvdi, ishoninglar, juda ham balchuv bo'yotuvdi. Yuvib tozalab qo'ydim. Xayolim kelmadi videoga olishni boshidan, nima qilyapman, qo'yayapman deb. Mayli, hozir qarasam ulguryapman qilishga hamma ishlarni. Video ola qolay dedim. Akvarium zapusk qilyapman. Xudo xolasa mana endi ishlab turuvdi, boya o'zim peshin paytida bo'shatib olib keldim. 2 soatcha vaqtim ketdi. Hozir men akvariumdan suv olib bunga quyibman. Balonlarni shunaqa sovuraman. Bu balonlar menga kerak emas, faqat sotib olishim kerak. Do'kon egalari aytgan, o'sha balonlarni sotib olsa bo'ldi, xudo xolasa. Hozir balonlarni shunaqa joylaymiz. Balonlari ham chiroyli, katta qo'yib bo'lib ketgan. Vodoprovod suvini solish mumkin emas, bilasizlar. Balonni suvga solish kerak, akvarium ishlab turgan bo'lishi kerak. Biz endi akvariumlar ko'p, suvini olib qo'yaveraman. Hop, akvarium hozircha yarmigacha suvini quyib turdim. Sababi bu yerda men ko'p suvni almashtirib yubora olmayman. O'zi kecha almashtirgan edim. Bu ham 190 litrli akvarium. 350 litr suv ketsa bunga ko'p ketib qoladi. O'shanga boshqa akvariumdan suv olib qo'shamiz. Ungacha ko'rsatmoqchi edim, nima balonlar bu yerda turgan. Hop, bu yerda suvni, o'sha kelgan suvini o'z solganimda ham mana shu ahvol edi, mana rangini ko'ryapsizlar. Juda ham yomon bo'lib ketgan edi suvi, mana shu sap-sariq bo'lib, ko'karib, ishqilib, bir balo bo'lib ketgan edi. Keramikalari ham balchuv bo'lib ketgan ekan. Hammasini yuvdim endi, vodoprodda boshqa iloj bo'lmadi. Gubkalari ham dabdala bo'lib ketgan ekan. Mana ichlari ham hammasini chiroyli yuvib qo'ydim. Biologiya bizga shart emas hozir, sababi o'zi yig'ilib oladi. Suv asosiysi ishlab turgan akvariumdan. Mana mashaqa ko'ya kelgan, kattaligini qaranglar. Mashalloh. Valibi. Ikkita aranda, sherkalla deshadi-yu. Mana ikkita. Mana bu ruykin. Chiroyli lekin menga mana shu yoqadi ruykinlar. Ikkita anaqa bor ekan. Oti nima edi? Anaqa parchoy emas bu, anaqa u. Oti Lekastomos. Mana skalari mana. Katta bo'lib ketgan, barxitni. Ozgina latib qo'yibdi hozir. Sametsmi bilmayman. Shularni joylab yuboraman. Hop, mana keramikani o'rniga men eksperiment o'tkazdim, aytdim videolarda ham. Mana bunaqa parallel qo'yib sinab ko'rdim-da. Mana bu akvariumda parallel turibdi. Baholasa effekti zo'r. Balon soni ko'p bo'lishiga qaramasdan suv zo'r turibdi. Keramikadan hech qanaqa farqi yo'q. Hop, buni qanaqa qo'yaman? Razmeriga moslab kesib olganman ichiga. Buni o'sha akvariumni suvi mana shu balonlarning o'zini suviga bo'ktirib qo'ydim. Buni ozgina bo'ktirib mana shunaqa g'ijimlash kerak, chunki bu suv yaxshi shilmaydi boshida.
suv shimmagandan keyin filtr ichiga qo'yib qo'ysanglar, bu qurib turadi-da, bu suv ustidan o'tib ketib turadi. O'shani hisobiga bakteriya yaxshi yig'ilmaydi bunga. O'shani ozgina buni mana shunaqa g'ijimlab havolarni chiqarib, suv shimaniyan qilish kerak. Yaxshilab suv shimaniyan bo'lgandan keyin mana suv oqib tushyapti, ko'ryapsizlar. Boshida tiqsanglar qo'l ham bo'lmaydi bu daji. Gubki o'sha qo'l bo'ladigan qilib suv shimaniyan qilib olish kerak mana yaxshilab. Suv shimaniyan qilgandan keyin xudo xolasa mana endi bu suv shimaniyan holiga keldi. Mana bunaqasiga qo'ya qolaylik. Mana ichidagi razmeriga, ichidagi arig'iga zichlab sog'inma. Mana arig'i ingichkaroq bo'ladi, yoniga nisbatan. O'shanga moslab sog'ordim. Mana ustiga qora gubkani qo'yamiz. Qora gubkasini ham o'sha yuvurib g'ijimlab tashlash kerak ekan. Mana hamma yog'ini bo'g'iradi hozircha. Mana tayyor. Filtrimizni xudo xolasa suvini bu yoqqa ketadigan qilsa. Mana tursa. Shnankasini bu yoqqa qilsa, bu yoqdan oqib tushadigan bo'ladi yoki o'rtaga oqib tushadigan qilsa ham bo'ladi. Bizga jumbarak ko'rinib qo'yani qo'rqinchli narsa emas. Xudo xolasa hozir mashina joylayman. Balonlarni ham sekin ko'chiraman. Suvga adaptatsiya qilib bo'ldim deyarli. Hozir balonlarni ham solib qo'yib, keyin yana darshi akvarium suvini to'ldiramiz. Kunduz kungi 11 da mana shu akvariumni bo'shatishni boshladim. Bo'shatib xudo xolasa 2 soat vaqtim ketib, uyga yetib kelib, ovqatlanib, yo'q qilib, akvariumlarni o't ido filtrlarigacha yuvib, akvariumdan bonkalarini polni yuvib, qopqoqlarini mana chiroyli qilib hammasini qo'yib, даже qopqoqlarigacha yasab qo'ydim. Kech payt 6 gacha vaqtim ketdi. Mana eshiklarni ham chiroyli ochilib yopiladigan qilib qo'ydim. Chelaklarimni solib qo'ydim, ko'rimlarimni. Shuncha ko'rimim bor. Xudo xolasa mana chiroyli ishlab turibdi. Mana akvariumni tashqi vidi ko'rinishi oynadan usti shisha haqiqiy tonirovniy oyna. Mana qoshlari, yonlari ham shunaqa. Endi do'konda shunaqa maslahat berganman, o'zini rangi yoqmagani uchun aytganimda o'zini rangi mana bunaqa edi. Do'konni remont qilishganda qoraga ko'p joy urg'u berilgan, keyin mana shu oyna qilish maslahat beruvdim, chiroyli qilib qo'yishdi mana. Xudo xolasa filtratsiyalarini ham chiroyli qilib ishlatib qo'ydim, hammasini joy-joyiga qilib, chiroqlarini ham qo'yib qo'ydim. Balonlar ham mazza qilib yuribdi mana. Aktiv. Bittani skalari o'ziga kelsa bo'ldi. Ularni parchoviy aniq pilososlar ozgina shlifovka qilib qo'yibdi tanasini. O'ziga kelib oladi. Katta skalarilar joni baquvvat bo'ladi. Xo'p, qo'yalarimni sotuvga qo'yib yubordim. O'zi hammasi ikkita qo'yalar sotiladi. O'sha pulini egalariga beraman. Anulari bonusiga beriladi. Ikkita arandi. Mana ro'yki juda chiroyli, o'zim ham boqim kelyapti. Mayli, Tailanddan trikolorlari keladi, o'shanda boqarman, xudo xolasa. Mana shu akvariumdan boshqadami. Shu joylab oldim. Mana shuncha vaqtim ketdi. Deyarli to'xtaganim yo'q, faqat shu obedni ozgina vaqt obed qilib oldim, peshon o'qib oldim, bo'ldi mana. Ishimiz bitdi. Fermamizda ishlarimiz ko'p, xudo xolasa, to'xtamayapti. Juda ko'p vaqtim balonlarga ketib qolyapti, oilaviy boshqa narsalarga. O'shaning uchun videolar ola olmayman. Haqiqatda juda ham ko'p vaqtim ketib qolyapti. Ketma-ket odamlar keladi. Xaridorlar, ular xaritasi bilan suhbat olib boriladi, uni so'rashadi, buni so'rashadi. Qarabsizlarki, 1 soat, 1,5 soat vaqt shunda o'tadi, ketadi. O'zimni bu yoqda ishlarim ham qolib ketyapti. Xullas kalom, balonlarim ko'p, juda ko'p sortirovka qilman, boshqa qilman. Bu yoqda leopardlar bo'lardi, esinglarda bo'lsa, leopardlarni frantozi burundilarni oldiga ko'chirdim. Frantozi burundilarni oldidagi katangalarni oxirdagi akvariumga ko'chirdim. Bu akvariumda mubunalar bo'lardi, golboy zebra, retret, yana boshqa balobatlar balonlar, ularni bu yoqqa ko'chirdim. Sotiladigan balonlarning yoniga, ular ham sotiladigan edi o'zi. Bu ko'rinmasdi. Xo'p, bu yerda ko'k akilarni bu yoqqa ko'chirdim. Xullas shunaqa. Srazu benshi
samkalari mana 3tasi ikrada. 1, 2, 3. 3ta samka ikrada. Sirazu mana ikra oldi. Benchlar ham ishlamayapti edi. Retrobinlar ham ishlamayapti. Retrobin ham ishlab ketdi. Leopard ketgandan keyin 3ta samka ikra oluvdi. Bilmadim, ana yangi samez dominant bo'libdi. Balki yaxshi urug'lantirmaganmi? Birinchisiga bilmadim. Xullas mayli. Ikralari yo'q qoldi. Men ishlashni boshladim mana Leopard ketishi bilan. Hop, Leopardni o'zi ham sirazu bu yoqqa o'tdi mana 2 kun, 3 kun bo'ldi. Sirazu shu joylar tayinlab, samkalarni chaqiryapti. Xudo xolisa yaxshilab ovqatlantirib yuborsa, bularni semirtirib. Bular ham tayyor. Hop, Evrikalardan muammo yo'q ishlashda, Red Dragondan muammo yo'q. Hop, anaqadan oti nima edi-ya? Orxideyadan muammo yo'q. Mana orxideyani aytgancha, mana bolalarini yoniga qo'yib yubordim o'zini. Bu mana qizil samkadan chiqqan maloklar. Sametslari uje ajralyapti. Razmeri 5 sm, mana basharalari qizarib, oranjiy emas, iminni qizarib chiqyapti basharalari, sametslarini, samkalari mana oppoq bo'lib yuribdi. Menimcha, endi balki samets bo'lib ketar, mana sametslari iminni qizarib chiqyapti. Mana shu iminni mana shu samka bilan mana shu sametsi bolalari, o'zimga birinchi partiya bolalarini olib qo'yaman dedi. Mana shu partiyani qo'shib yubordim mana yoniga, uje yuribdi. Xudo xolisa shunaqa gaplar. Hammasi ishlayapti. Mana endilarni birinchi ishlashni boshlashi bilan hammasini sotuvga qo'yib yubordim. Bilmadim nimaga. Ko'p oilalarni sotib yuboryapman. O'zimga malok ko'payib ketyapti. Joy ekonom qilish uchun malok kamroq chiqsin deb oilalarni sal qisqartiryapman. Kolичествоsi juda katta bo'lib ketgan. Fermam kichkinalik qilyapti. Eng ko'p sotilayotgan balolarim oilada 5 color bo'ladi. Xullas 5 colorni sotilgan sari men bunaqa privozno yurgan 5 colorlarni bularni erkak modasini ajratib bo'lmaydi. Shuni olaman, o'sha yoqqa tashiyman. O'zi o'sha yerda nar modasi ajralib oladi, modalar rangi chiqib ketadi, erkaklar rangida qoladi. Xullas shunaqa gaplar. Mana bu akvariumni ham joylab oldim. Chiroyli. Endi egalari eplasha olmabdi. Shunda chiroyli akvariumni, chiroyli balolarni nimasini eplasha olmagan. Shuni ozgina suv olib to'ldirib tursa bo'ldi. Filtrlarni cho'tka qilib bergan edim, hamma narsasini. Grunti, oq grunti ham bor edi, qo'ymadim. 3D fonni ham qilib beruvdim o'sha paytda. Olim akaga chaqirib yopishtirib berganlar o'zlari. Xo'p, men qosh to'g'risida gapiryotgandim. Mana qosh ham orqa tepasi syomniy yechiladigan bo'lsa, suv sachrasa, dekoratsiyalarni olganinglarda, qo'yganinglarda, o'tlarni yuganinglarda balobatlar nima bo'lsa, balo sachratsa ham basharasidan oq tushishi mumkin, yonidan oq tushishi mumkin. Даже magnitni artganinglarda ham yoqda oqib ketadigan shunaqa anaqasi bor, minusi bor. Mana shu yopish anaqa syomniy qoshi. Uch yopishib turgani yaxshi yoki bu ishi bo'lmagani yaxshi. Undan ko'ra nakleykadan qo'shib qo'ygani yaxshi. Mana laboviy oynani o'zini o'stirib, hamnaqa qoqqayib turmaydi. Xo'p. Keyin bu displaydan yasalgan. Display bilasizlar, MDF ga nisbatan ancha suvga chidamsiz material. Mana yonlariga tushgan. Uje ishib ketgan. Yonmanantlari ham hamma yo'lari ishib ketgan. Keyin bitta narsa, mana bu o'rtaga mana anaqa qo'yilganda, mana u tirgovich. Mana orqaga, oldiga mana o'zimiz qo'yganmiz. Buni orqaga qo'ygandan keyin tagida yerigacha tirgovchi bo'lish kerakmi? Yo'q, tagigacha tirgovchi. Tagida to'g'ri ramka yasalgan. Xuddi mana bunaqa ramka yasalganda, mana tasavvur qilaylik, tagida ustida mana bu narsa turibdi ustida. Mana shu narsa yasalganda, mana tirgovich mana ustiga tushib turibdi mana. Yuk. Bu yuk tushgandan keyin bu yoqqa tegi osiladimi? Shunaqa osilib ketgan. Nima sababdan osilgan? Bu yerda turmayapti bu. Yerda turmayotgani sababini men sizlarga ko'rsataman. Mana. Plasmas oyoqchili qotirib qo'yilgan, ko'rdinglar? Hozir bu yoqda ko'rsatdim. Mana. Vo. Ko'rdinglar? 4 ta plazmasi oyoqda turibdi-da, o'shani hisobiga o'rtasi mana bunaqa tirgovich qo'ysa ham mana cho'kib ketyapti mana. Mana turganda nima foyda? Orqasida oyog'i bo'lmasa, qaqqa bu og'irligi tushadi. Mantiqi yo'q. Bu samp uchun
ochuv qoldiramiz deyishadi. O'zi kerak emas, orqa yopib turishi kerak. Sampli akvarium bo'lsa-ku, mayli ochuv bo'lsin, lekin sampli bo'lmagandan keyin bu yopib bo'lgani yaxshi. Bu ishlatilgan akvarium hech kim sizlarga samp qilib bermaydi. Otni kallasini narxini aytib yuboradi. Undan ko'ra yangi sampli akvarium sotib olganinglar yaxshi yoki yasattirganinglar yaxshi. Meni maslahatim undan ko'ra. Top filtr undan yaxshisi bo'lsa, bak filtr qo'yinglar yoki mini samp filtr tepasiga yasattirib qo'yib yuboringlar. O'sha samplardan ming marta yaxshi bo'ladi. U samp ham baribir bu yoqqa yasattirsanglar, nima kichkina samp tushadi. Bu Xitoy samplari temboli, mana bundan ozgina kattaroq narsa deganida. Xitoy samplarini buni shkafga ochganinglarda ham o'zi ma'lum. Bo'yi ham kichkina, eniga ham kichkina bo'ladi. O'sha narsaga ham ahamiyat beringlar. Samp ekan deb, voy zo'risi filtratsiya mo'shni bo'lar ekan deb o'ylamanglar. Samp razmeri ham katta rol ijro qiladi. U samp boshdan oxiriga chiqib местный akvariumistlar bizda yasaydiganlar bekorga katta qilib yasamaydi samp. O'sha bo'yini ham baland qilib, enini ham enliroq qilib yasashadi. Endi hamma ham bizda unaqa yasamaydi. Mana misol uchun Aqua Gold maksimalni kattaroq yasaydi. O'zimni tanishim bo'lgani uchun sifatida qolmasligi uchun mana shunaqa zo'r qilib qiladi. Kitobiy qilib, uni yaxshilab gubkalar bilan, keramikalar bilan to'ldirsa, ana o'shanda suvinglar 6 oylab ham tiniq turadi. Almashtirmasanglar, ishonaveringlar. Balonni normada solgan bo'lsanglar, ko'p joyga balonlar akvariumlar qilib bergan o'sha odamlar, ishoninglar 6 oylab suvni almashtirmas ekan, faqat dalivka qilar ekan. O'sha sampi mo'shniligidan bemalol ko'tarar ekan. Ishonaveringlar, ichida aravani, skat balobatlar, ana qimmatbaho balonlar boqadigan odamlar ham shunaqa 6 oylab suvni almashtirmas ekan. Xo'p, temadan chiqib ketdi, uzoqlashib ketdi. Xudo xolasa shu hamma narsamiz joyida, balonlarimiz bir-biridan ko'payib yotibdi. Qo'ldan kelgancha qarayapman, vaqt yetkazganimcha. Suvlar qiynab yuboryapti. Ana svet o'chishlari ayniqsa qiynayapti to'g'rirog'i. Suvda amallab yurimiz, Allohga shukr. Allohning kuni bu ham. Hamma yo'li maluklarimiz. Bularni har kuni suvni almashtiryapman. 60 litrlik boks bo'lsa, 50 litrcha suv tursa, har kuni bir baklashga 10 litr suv olaman, quyaman. Har kuni suvni almashtiryapman. Suvda suv aynib qoladi. Balon ko'p, ko'p ovqat beriladi. Hammasini ish ulgurishmaydi, shuning uchun tozalab turish kerak. Suvni yengilash eng zo'r tozalash. Xullas shunaqa gaplar. Fermamiz hammasi joyida, hammasi yaxshi. Mana bunaqa krasavitsa deydimi, bunaqa akvariumimiz paydo bo'lib qoldi bu yoqda. Chiroyli art surtib qo'ydim. Mana takoy zamonaviy akvarium bo'lib turibdi. Xudo xolasa. Shunaqa gaplar. Bugungi videomiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.